Bir necha kundan beri roza tutyapmiz. Bizni taqvoyimizda nima o'zgarish bo'ldi? Hali ham g'iybatni davom ettiryapmizmi? Roza tutib ig'vo qilyapmizmi? Roza tutib ko'zimizni haromdan tiya olmayapmizmi? Roza tutganimiz bilan quloqimiz bilan g'iybat va ig'volarni birga eshitib o'tiribmizmi? Roza tutganimiz bilan mehr muruvvat qilmayapmizmi? Agar shu ishlar bo'lmayotgan bo'lsa, demak roza tutishdagi ko'zlagan maqsadni biz hali qila olmayapmiz. Shuning uchun Allohim bizlarda mana shu Ramazon-i Sharifda taqvoyimizni ziyoda qilgin deb Allohga iltijo qilish kerak. Va qolgan kunlarida endi o'zimizni tarbiya qilib borishimiz kerak. Ramazon mana shunday taqvo oyi azizlar. Ramazon bu tarbiya oyi. Ramazon bu bir-birlariga mehr shafqat qiladigan oy. Ramazon oyi ham roza tutib, ham ibodat qilib, ham duolar bilan birga zakotlarni beradigan, sadaqalar beradigan oy ham azizlar. Ko'p boylar mana shu kunlarda Ramazon oylarida zakotlarini chiqaradilar. Aslida zakot bu bir yil bo'lgandan keyin berish kerak bo'lgan ibodat. Buni ayni Ramazonda berish deb buyurilmagan. Bir yilda bir marta berish kerak. Lekin Ramazon oyini tanlashlikdan ko'zlangan maqsad Ramazon oyida o'sha qilingan har bir ishimizga yanada ko'paytirib savob beradi. Shuning uchun Ramazonda zakot berishlikda odat qilgan mo'min musulmonlar. Aslida boshqa oyda ham bersa bo'ladi. Ramazonda faqat buyurilgan ibodat bu roza. Lekin shuning bilan birga qadimdan bizda odat shu Ramazon oyida zakot chiqaradi. Birinchidan bir yil bo'lgani bilinadi. Bir yil bo'libdi deydi. Qolaversa bu oyda har bir qilgan amalimiz yanada ziyoda bo'lib bizga savob yoziladi. Shuning uchun bu oyni mana shunday sadaqa oyiga, ihson oyiga, zakot oyiga aylantirishimiz kerak azizlar. Zakot nima degani? Zakot degani bu poklash degan ma'noni beradi. Ya'ni molimizni poklash. Agar bir moldan demak zakot berilmasa, u poklanmas ekan azizlar. Xuddi mana qo'yni, molni bo'g'izlab, qurbonlik qilib uni qonini chiqarishlik bilan poklangani kabi moli dunyoni zakotini berib poklanadi. Kim zakot berishlikka qodir qilib qo'ygan bo'lsa, Alloh ana o'shanga shukr qilib bu ibodatni qalban bajarish kerak azizlar. Qalban. Biz-ku bugun qodir bo'libmiz shu qilishlikka. Lekin qodir bo'lmasdan buni oladigan qilib qo'yganida biz bugungi holatimizga shukr qilgan bo'lardik. Zakot haqida Qur'oni Karimda juda ham ko'p oyatlar kelgan. Sa'izu billah va aqimis solata va atuz zakata. Mana qarang, Alloh aytibdi, namoz o'qing, zakot bering. Demak, namozni qoyim qilayotgan odam zakotini qarash kerak. Alloh taolo aytibdi, va aqimis solata va atuz zakata va ati'ur rasula la'allakum turhamun. Namozingizni qoyim qiling, zakotingizni bering va payg'ambar Muhammad alayhi salatu vasallamga ergashing, shoyatki rahim qilinsangiz deyapti Alloh taolo. Demak, mana bu sunnat rasulimizga ergashish, Alloh taolo buyurgan zakotni bajarish bu hammamizning burchimiz azizlar. Namoz bu jismoniy ibodat. Ammo zakot bu moliyaviy ibodat. Buniyal Islam ala khamsin. Payg'ambarimiz alayhisalom aytdilar. Islom 5 ta ustunga qurilgan. Mana shu 5 ta ustundan bittasi zakot azizlar. Zakotga befarq bo'lib bo'lmaydi. Zakotni albatta boy odam ajratish kerak. Bu sizga Alloh tomonidan omonat qilib berib qo'yilgan haqdorlarning, kambag'allarning haqqi hisoblanadi.